Gezer nakşimiz her yanni sadası yanrıtip Assalamu alaikum, qeyrindaşlar qanday ahvalinglar? Tan saqlıq kanalımğa hoş geldinglar. Bu ichki chashqanni ko'rib, qachon ana bola chashqan o'xshaydi deb o'ylab qolgan qeyrindaşlar bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu to'g'risida sizlarga haqiqiy bo'lgan tajribani ham shu irsiyat bilan muhitning qandaq munosabat borligini tushuntiradigan tadqiqotni o'qib beray. Bu suratdagisi bo'lsa Agouti chashqini deb ataladigan mutlaq o'xshash geniga ega ikki dona chashqan bo'lib, bu xil chashqanlar normal ahvolda tuk rangi sap-sariq keladi va irsiyat omili tufayli hammasi semizlik kasalligiga giribtor bo'ladi. Sol tarafdagisi. Undaqda bu ikki chashqanning geni, ya'ni irsiyati 100% o'xshash turib, nima uchun ikkisi bunchalar cho'ng farq qildi? Nima uchun ularning tuk rangi birining sariq, birining qo'ng'ir, birining shuncha yo'g'on, yana biri normal cho'nglikda bo'ladi? Mushu savolning javobi bizga dal epigenetika degan fanning zodi qandaq ilm ekanligini tushuntirib qo'ya oladi. Buning sababi mundaq. 2000-yili Amerika Duke Universiteti alimi Randy Jertil ve onun tədqiqat grupsidagilar yuqoridagi suratni qiziqarli bir tajribaning natijasi sifatida e'lon qilib, dunyoni zilzilaga solgan. Ana chashqan bu xil qo'shkizak chashqanga homildor vaqtida bir homila, ya'ni bir ana chashqan bolayotqusiga ko'chirilib, bir anaga metil gruppasi ko'p bo'lgan folik kislotasi, ya'ni yupurmoq kislotasi mo'l bo'lgan ozuqliq moddalar to'liqlab berilsa, yana biriga normal ozuqliq berilsa, u holda o'xshash geniga ega bo'lgan qo'shkizak avlod chashqanlar tug'ilgandan keyin xuddi yuqoridagi rasmdagidek butunlay o'xshamaydigan ikki xil chashqan bo'lib yetilgan. Buning ichidagi onasi folik kislotasi yegan avlod chashqan Agouti chashqiniga o'xshamaydigan holda tuk qo'ng'ir ranglik va semizlik kesili yo'q chashqan o'ng tarafdagisi bo'lib yetiladi. Bu nimani tushuntirdi? Irsiyat ajdod genlaridan avlodga o'tadigan turib, nima uchun muhit omili ana ozuqligi shu qadar cho'ng o'zgarish paydo qila oladi? Avval irsiyat deganimiz ajdoddagi biologik belgilarning avlodga o'tishini ko'rsatdi. Bizning ota-onamiz bilan bo'lgan o'xshashligimiz, ularning tuxum hujayrasi va sperma hujayrasidagi irsiy uchurlarga bizning varislik qilganligimizdan bo'lgan. Ammo shuni tushunish kerakki, genlar bevosita irsiy belgilarni keltirib chiqarmaydi, balki bir necha bosqichni besib o'tadi. Biz odatda gen deganimiz DNA'ning tuzilish tartibini ko'rsatgan bo'lib, genlarning o'rinlashtirish tartibiga maxfiy sifirlar yozilgan bo'ladi. Bu maxfiy sifirlar gen tuzilishidagi ATCG dan iborat DNA tuzilishining ichki qismidagi ishqor radikallar yozilgan bo'lib, bir gen necha yuz yoki necha ming xil ishqor radikalning ma'lum tartibda takrorlanishidan mahsulidir. Bu genlar yozilgan sifir oldi bilan elchilik rolini o'ynaydigan elchi RNA yoki messenger mRNA ga ko'chiriladi va oxirida oqsilni tuzguvchi birlik bo'lgan amino kislotalarga tarjim qilinadi. Dal oqsillar bizdagi barliq belgilarni bevosita keltirib chiqaradi. Demak, bu jarayonda to'mtoq qilib aytsak, ko'chirilish, tarjim qilish degandek bosqichlar bo'ladi. Genning oxiri qandaq oqsilni hosil qilish genning ifodalanish tipiga bog'liq bo'lib, bu gen sifirdagi kodlarning yechilib eng oxirida oqsilga aylanish shaklini ko'rsatadi. Sizga genning ifodalanish tipi deganni tushuntirish uchun intayin oddiy bir misol olay. Bilginingizda sperma hujayrasi tuxum hujayrasi bilan uchrashib, uruqlanish yuz berib,
zigotni hosil qiladi. Urug'langan tuxum yoki zigota dal yangi avlodning barliq irsiy uchullarini o'ziga mujassamlagan alohida hujayra, ya'ni barliq kelish oladi turgan yangi jonliq bo'lgan turalmining oxirida tug'ilgan buvoqning barliq gen uchurlari shu bir urug'langan tuxum hujayrasidan iborat yakka hujayradan keladi. Zigotdan bo'linib hosil bo'lgan barliq hujayralarning gen kodi shu urug'langan tuxumning gen kodi bilan o'xshash bo'ladi. Halbuki bu o'xshash genlarga ega bo'lgan hujayralar yetilish jarayoni tadrijiy holda bir-biridan farqlanadigan xususiyatlarga ega hujayralarga aylanadi. Bu yerda mundaq bir savol qo'yishimiz tabiiy. Agar urug'langan tuxum bo'lingandan keyin hosil bo'lgan barliq hujayralar shu ana hujayrasiga o'xshasa, undaqda o'xshash genlarga ega bo'lgan hujayralar nima uchun oxirida ba'zilari ming hujayralariga, ba'zilari qon hujayralariga va yoki ba'zilari teri hujayralariga degandek badanni tashkil qiluvchi necha yuz xil o'xshamagan hujayralarga aylandi? Naq mushu savolning javobi bizga genlarning ifodalanish tipi degan hukmni tushuntirib berdi. Ya'ni o'xshash genlarga ega bo'lgan hujayralar ular atrofidagi oziqliq, hormon va boshqa muhit omillari va qo'shni hujayralardan kelgan signallarning o'xshash bo'lmasligi tufayli o'xshash genlarga ega bo'lgan turuqliq ba'zi hujayralardagi ma'lum genlar mangulikka uxlab qoladi. Faqat shu xil hujayraning o'ziga xos aloqalarini belgilashga muhim bo'lgan genlarla aktiv holatda davomli ifodalanib turadi va genlarning qaysi vaqtda ifodalanib chiqib, qaysi vaqtda uxlab qolishi ma'lum omillarning kontrolligi ostida bo'lib, oxirgi hisobda u ma'lum xil alohida funksiyaga ega hujayraga aylandi. Mushu nuqtadan olganda bizning teri hujayramiz bilan jigar hujayramizning o'xshash genlarga ega bo'lib turib, butunlay o'xshamaydigan iqtidorga, morfologiyaga ega bo'lishi dal ularning alohida gen ifodalanib chiqish tipi nusxasi bilan munosabatlik. Ya'ni teri hujayramiz bilan jigar hujayramizda o'xshash genlar bo'lsa-mu, barliq teri hujayralarida teri hujayrasi bo'lishini belgilaydigan bir to'p genlarla aktiv holatda bo'ladi. O'xshash qoida bo'yicha barliq jigar hujayralardagi faqat jigar hujayrasi bo'lishini belgilashga zarur bo'lgan genlarla jigar hujayralarida aktiv holatda bo'lib, qolganlari qo'zg'almaydi. Demak, yetilish jarayonida hujayralar muhit ta'siri bilan o'xshamagan genlarni qo'zg'atadi yoki uxultadi va buning natijasida har bir xil hujayra o'ziga xos gen ifodalanish tiplariga ega bo'lgan bo'ladi. Undaqda o'xshash genlar bor turib, ba'zilarining qo'zg'alishi, ba'zilarining uxlashi qanday kontrol qilinadi? Yaqin tadqiqot natijasiga asoslanganda bu dal epkentlik mexanizmlar bilan kontrol qilinadi. Biz DNA tartibini o'zgartmay turib, genning ifodalanish tipining o'zgarishini keltirib chiqaradigan ximiylik o'zgarishlarni tadqiq qiladigan ilmiy epgenetika deb ataymiz. Epgenetik kontrol mexanizmlari ichida hozirgacha bilganlari 3 xil bo'lib, bular DNA tuzilishidagi guain, ya'ni G'ga yondash kelgan stozin, C'ga mental MinoCH3 gruppasining qo'shilishi orqali shu CpG o'rnashgan genning qo'zg'atuvchi rayon passivlashib, shu gen ifodalanib chiqmaydi. Yoki ma'lum genning qo'zg'atuvchi rayonidagi stozinga qo'shilgan metil gruppasi ilib tashlanish orqali shu gen qo'zg'aladi. Bu usul DNAning metillashish deb ataladi. Ikkinchi xil mexanizm dal hujayra yadrosi genlar DNA molekulasi nəhayət ko'p qatlanib qonuniyatli holda qachilangan xromosomning asosiy birlik bo'lgan nukleozimni tuzguchi aqsillar bo'lgan histonlarning atestlashish, ya'ni xromosomlarning zichligi genlarning ifodalanib chiqishi va aktivlashishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lib, agar xromosomlar shalang tuzilishda bo'lsa, genlarning aktivlashishiga foydali.
Agar nihoyat zich bo'lsa foydasiz. Xromosomlarning zichligi ularni tuzguvchi asosiy birlik bo'lgan nukleozomlarning ichidagi histollar deb atalgan aqsillarga bog'liq bo'lib, agar histollarga asetil gruppasi qo'shilsa, u holda ularning zichligi eshib ketadi va genlarning ifodalanib chiqishiga foydasiz. Shunday qilib bu ikki xil usul DNA texi elchi RNA'larga ko'chirilmasdan genlarning qo'zg'atadigan yoki o'chiradigan kunupka desakmi bo'ladi. Sifatida rol o'ynaydi va bu butunlay gen tuzilishi bilan munosabatsiz, balki muhit omillarining ta'siriga uchraydi. Tuvandagi sxemadan buni aniqroq tushungili bo'lishi mumkin. Uchinchisi, mikro RNA'lik o'zgarishlar bo'lib, mikro RNA yoki miRNA mexanizmi deb ataladi. miRNA bo'lsa nihoyat qisqa bo'lgan, ya'ni odatda 22 ishqor radikaldan tuzilgan oq bog'liq RNA'lar bo'lib, dastlab ularning roli aydın bo'lmasdan axlat genlar deb atalgan. Ammo ular nihoyat muhim ko'chirilishdan keyingi gen ifodalanishni kontrol qiladigan kichik molekularlik RNA'lar bo'lib, ularning roli ifodalanib chiqib, aqsilga tarjima qilinish oldi turgan genlar, ya'ni mRNA'larga bog'lanib, shu bog'langan genni passivlashtirish rolini o'ynaydi. Chunki RNA taq zanjirlik bo'lib, mikro RNA bilan jup tuzib qolsa, tarjima qilishga qatnasha olmaydi yoki shu genning parchalanib ketishini keltirib chiqardi. Shu orqali genlarning ifodalanish tipi kontrol qilishning yana bir qavat vikiyochatili bo'lib qolgan. Yuqoridagi 3 xil epkentlik o'zgarishlar genning DNA tuzilishi bilan munosabatsiz bo'lib, asosliqi to'ralma va homila etilish jarayoni, shundaqla tug'ilgandan keyingi yetilishning dastlabki bosqichlaridagi muhit omilining ta'siriga uchrab o'zgarib turadi. Agar bu ta'sirlar yetilishning halqiliq bir ko'znigida yuz bergan bo'lsa, u holda bu xil o'zgargan gen ifodalanish tiplari bir umr ta'sirini yo'qotmaydi va keyingi avlodga irsiyat qiladi. Mundaq qilib aytganda, bizdagi barliq biologik xususiyatlar yoki fenotiplar dal bizning genlarimizning jug'lamasi bo'lgan genomlarimiz bilan genlarning ifodalanish tipi kontrol qilib turgan epigenomlarimizning o'rtaq ta'siri natijasidir. Yuqoridagi nihoyat oddiy formulada ko'ringan bilan toki yaqinqi yillargacha xuddi siz degandek olimlar bizning barliq biologik xususiyatlarimiz, ya'ni fenotipimiz faqat genlarning mahsuli deb qarab kelgan. Shuning uchun epkentga hozircha nurg'un kishilar yana bir qadar notanish. Gen muhimmi, muhitmi degan savol dunyo miqyosida nurg'un talash-tortishlarga sabab bo'lgan. 20-asrda ko'p qism genetikashunoslar genlarning rolini alohida ta'kidlab kelgan bo'lsa, Front qatorliq neurolog olimlari muhitning rolini alohida ta'kidlagan. 20-asrning 90-yillaridan keyin bo'libmi 21-asr kirgandan buyon epkentlikdan iborat yangi fanning tez taraqqiyoti va bilingan faktlar shuni isbotladiki, genetiklik va epkentlik omillarning har ikkisi intayin muhim. Biri kam bo'lsa bizning mukammal bir jonliq bo'lib turishimiz mumkin bo'lmaydi. Chunki bizdagi barliq irsiy aloqalar gen bilan muhitning o'zaro ta'sirining mahsuli. Albatta, ajdoddan avlodga irsiyat qilishni kontrol qilmaydigan muhit omillarini epkentlik omil deyishga bo'lmaydi. Ma'lum binormal muhit omillarining ta'siri gen ifodalanishga ta'sir ko'rsatganligi va keyingi avlodga irsiyat qilganlar ustidagi tadqiqotlar kundan kunga ko'payayotgan bo'lib, oddiylaridan bir qanchani misol qilsam, homildorlik mezgilida yuqori ro'y besimi uchirgan onalarning
tug'ilgan bolalarning semizlik kasali, diabet kasali va yurak kasaliga giribdor bo'lish nisbati normal ruhiy holatda homildor bo'lgan onalarning bolalaridan ko'rinarli yuqori bo'lgan. Hayvonot tajribalaridan ko'rsatilishicha, bu xil ta'sir ikkinchi, hatto uchinchi avlodda ifodalanib chiqqan. Tish chaşqan tug'ilib dastlabki 5 kun ichida uningga erlik jinsiy hormon testosteron urganda, bu tish chaşqan cho'ng bo'lgandan keyin hargiz tuxum ishlab chiqarmagan va ko'pish iqtidoridan butunlay mahrum bo'lgan. Ammo tish chaşqanga testosteron 20 kunlik bo'lgandan keyin ukul qilib urilganda normal ko'pish iqtidorini saqlab qolgan. Hayvonlarda ishlangan tadqiqot natijalaridan bayqilishicha, agar homildor ayol semizlik kasaliga giribdor bo'lgan bo'lsa, u holda uning bolalarining ishtahasi nihoyat cho'ng bo'lish nisbati yuqori bo'lgan bo'lib, ularning mingsidagi ishtahani kontrol qiluvchi rayonlar binormal yetilib qolgan va bu ta'sir navralardan o'xshashla ko'rilgan. Navbatdagi tadqiqotlarda dada va onalarning tamoq chekishi yoki steroidlik dorilar bilan uchrashishi qatorliq omillarning ko'pish hujayralari, tuxum yoki sperm hujayralarining gen ifodalash tipini o'zgartirganligi va shu orqali avlodga irsiyat qildiganligiga doir faktlar borliq keldi. Bundan boshqa homildorlik mezgilida mavjud bo'ladigan bola hamri onaning badanidagi ozuqlik besimi, ruhiy besim va oksigen qatorliq muhit omillarining ta'sirida ko'ngildagidek yetilmasligi mumkin va shu orqali yetilayotgan homilaning epigenomiga ta'sir ko'rsatadi. Shundaqla tuxum hujayralari va sperma hujayralarining yetilishini ta'sir uchrashi mumkin. Demak, genlarning ko'pish hujayralari orqali genetik usulda ajdoddan avlodga irsiyat qilishdan boshqa yana gen ifodalash tiplarining epigenetlik usullari orqali ajdoddan avlodga irsiyat qilishimi irsiyatning yana bir shaklidir. Demak, yuqorqi tahlillardan gen sizning taqdiringizni belgilaydigan birdan bir omil emas degan xulosaga erisha olamiz. Men buni o'qib o'tib Eli Qurban bizning psixolog, danglik psixologimizning shu so'zi esim kelib qoldi. Ular shu 12 mush yaqinda men Facebook chiqarib qo'ygandim. Shu tadqiqot shu 70 yoshga kirgan odamlarning shu 20 yilning oldidagi manzilni tuzab bir shaharga shunchalik ko'p odam 70 yoshli odamlarni 20 yilning oldidagi manzilni tasvirlagan bir shahar qurib, shu shaharga berib olgan bu 70 yoshli odamlarni. Ammo shu bo'lgandan keyin bular shu 20 yilning oldidagi manzillarni ko'rib, ularning ruhiy kayfiyatida, badanining tuzilishlarida, hatto muskullarini boshqadan qetish qarab manganligi isbotlangan. Buni balkim qarindoshlar anglagan bo'lishi mumkin. Eli Qurbanning leksiyasidan demakchi muhitniki ta'sirimi nihoyat bizga ta'sir qildiganligini bilib olg'ili bo'ladi. Yana birisi buni oxirida deydiganim meniki dadam mundaq kasaldi, men cho'qim mundaq kasal bo'laman, opam mundaq kasaldi, cho'qim mundaq, bizning avlodda cho'ng dadam, cho'ng onam mundaq kasal batdi deb o'zi shu besim ishlatib kasalni tepib olgan qarindoshlar xeli bor ekan. Shunlashqa unchalik ko'p o'ylamay, hozirgi muhitga moslashib o'zimizni o'zgartirishga tirishaylik. Rahmat hammalarga.